Tovarlarni yaratamiz. Ma'lumotnomalarga kirib, nomenklaturaga kiramiz. Shu yerda o'ng tomonda bizga tovarlarning полный spiskasi bo'ladi. Nomi bilan, qancha qolgan va nech bilan sotiladi. Chap tomonda esa tovarlarning guruhi bo'ladi bizda. Varorasini bosib, yangisini yaratamiz. Agar shu guruhning ichida yana bitta guruh yaratish kerak bo'lsa, uni tanlaymiz va plyusni bosamiz. Tovarni yaratishning o'zi ikkita yo'li bor. Birinchisi bu avtomatik, ikkinchisi qo'ldan yaratish. F12 ni bosib, biz kerakli guruhning ichida shtrix kodni urib tovarni yaratishimiz mumkin. Shuna qilib, dal-dal shtrix koddan urib ketaverishimiz mumkin. Tovarlarimiz yaratilgan. Agar bir xil tovarlarda nomi uzun bo'lib qolsa, ichiga kirib to'g'rilashingiz ham mumkin. Nomini qisqartirib qo'yganlik. Bu yerda IKPO joyini o'zi kiritib qo'ygan programma, shtrix kodlari ham joyda. Endi aytaylik, qaysidir tovar bizga boshqa guruhda kerak bo'lib qolgan. Uni ko'chirish uchun Ctrl X bosamiz. Bu yerda ko'rsatilgandek. Va energetiklarga kirib, Ctrl V bosaman. Qo'ldan tovarlarni yaratish uchun biz hozir yana bitta guruhni yaratib qo'yamiz. Masalan, kiloli tovarlar uchun. Shu kerakli guruhni yaratdik. Endi yaratish tugmasini bosib, qo'ldan yaratishimiz ham mumkin. O'lchov birligini kg qilib qo'yamiz, kiloli bo'lganligi uchun. IKPO'ni esa bitta lupani bosib, tovar turini yozsak, o'zi chiqib kelaveradi. Masalan, bizda qanday pirojni chiqmagan bo'lsa, pirojni yozsam mumkin. Мучные кондитерские изделия и пирожные. Напитки chiqmagan bo'lsa, безалкогольные напитки. Груч, bitta рис развесной chiqadi. Bizda bitta konkretno kartoshka kerak. Kartoshka. Chunki metara bossa, bizga kerakli kodni o'zi olib beradi. Saqlash va yopishni bosamiz. Agar aytaylik, qo'ldan qanday tovarni yaratish kerak bo'lsa, masalan, shtrix kodli yaratishni bosamiz. Nomini yozamiz. Va IKPO'sini kiritib qo'yamiz. Сухое молоко всех видов. Saqlashni bosamiz va shtrix kodlarga kirishimiz mumkin. Shtrix kodini kiritib qo'yish uchun. Krasik bosib, saqlash va yopish bosamiz. Shunday qilib, tovarlar yaratiladi bizda.